Alo. Aka, kvitansiyadan tashlab qo'yma, o'sha summaga kamaytirib qo'yardim. Kvitantsiyani tashlash kerakmi? Tamam, summani kamaytirib qo'yardim, o'sha summani. U yercha operator o'sha to'rdan keyin. Xo'p. Og'zaki aytsam ham bo'ladi, lekin yo'q, bo'lmaydimi? Bo'pti, hozir borib ko'raychi. Nima qilsa, iloji bo'lsa to'liq boramizmi, ko'ramiz. Eski mashinada taqib qo'ygandan keyin hozir 3 bo'lib shu o'tyapti. Aniqni o'tasanmi? Osh gektar bu. Cho'g'idi hozir az chiqdi bu mashina. Bo'l, shu yoqdan o'tasan. Ayda bu. Oldiga aylayver. Nima yo'qmoqchi? Bular chiqib ketdik. Ayda. Kelib kim oladi? Yo'q, finali. Bu ana eshaklar. Yo'lga nima qiladi qo'yib? Yo'lda ochib qo'y, kiradim bor, shigatim bor. Taksida fotoğraf gördüm. Yine flash urasa bana ne geldi? Ağlasın. Hadi açmak olsa bunu. Uyuğa geldi. Ne biz çıkıp tutup duramın içinde. Bitkisi arda birazdan su çıkıp tutasınız. Boldan koyuyor, kim koyuyor? Basalı. Kişi bir tane taş koydu. Ne oldu? 5 tane. Kamera yok mu bir yerde? Onları tırmanın ciğerine kamera. Nimani? Lokatsiya bo'ldi. Ana yana bir narsa so'ramoqchi edim do'stim, ana 208 elak kerak edi shunaqa nimaga. Mendagi elaklar ana 4 bilan 3.2 mi shunaqa ekanda. Shuni bittasini olib tashlab, endi shu 208 mi qo'yishim kerak-da. Qayerga boraman? Unda elaklar bormi? Bozorda yo'q unaqa. Shular qilib beradi elakda. Bormi aytamanmi? 208 qilib ber deb. Baraka topgur, bittani ovodan razmeri keyin qancha bo'lsa aytsang, kamchilikda Abdulloh degan bola bor. Ana chiqib keladi. Bo'ldi. Javob olmasang bo'lmaydi. Tushundim. Demoqchi bo'lganim hozir bittasini olib tashlab shunga o'rniga qo'ysam bo'lmaydimi ana u? 4 mi menga masalan kerak emas-ku, 3.2. Bo'ldi 208. Eyvallah, bo'ldi do'stim. Qachon katta bo'laman? Yoshman-da hali. Hech katta bo'lishim qiyin bo'lyapti-da. Bo'ldi, tushundim do'stim, rahmat. Do'stim? O'zi 208 qildirish kerakmi, 207 mi? 208. 208 bo'ldi. Rahmat do'stim. 5 vaqt chaqirasan deyinga endi. Обязательно.